Men oddiy massaj olardim. Sizga qattiq mumkin emas deydi. 50 minglik massaj olardim dedilar. Saniki u nimcha qimmat dedilar. Orqasiga позвоночникka keldi, og'rib keldi. 60 yoshli babul ham. Orqalar kuchli og'ruvda. Voy o'shatim ez. Sizda o'tda emas, deyman. Siz og'zingizda, deyman. Siz shamollagansiz. Deyman, qayerdan bilasiz? Siz o'sha beryapti shutga. Oldingizga o'giring ko'krak qafasingizni. Manual massafatsiya bo'yicha ishladim. Ko'krak qafas ushadim. Ko'krak qafas ishib qotib yotibdi. O'shandan bilib ishlab, keyin ular davo topdilar. Shundan keyin amin bo'ldirib, o'zlaridan o'zlari narxlarni ko'tarib, men bunaqa massaj olmaganman. Men oddiy massaj olardim. Sizga qattiq mumkin emas deydi. 50 minglik massaj olardim dedilar. Saniki u nimcha qimmat dedilar boshida. Berolmayman, tushirdilar. Mayli keling dedim. O'rtacha narxda qilyotgandim. Keyin ularni kecha o'zlari qo'shimcha yana shu aytgan narximni berib ketdilar. Foydasi juda zo'r. Men lekin o'zim tegida suyaklar bilan ishlayman o'zim odamni tanasini kirib, anatomический mani yelka, bo'g'im, yoshlik umri suyagi, dahan shular bilan ishlaganim uchun men unga oson bo'lgan bu narsa.